Nima aldınız? Aşkazan göğürü. Aşqazon go'kiri. Nima ish qildingiz? Bu ishlatayotgani uzun bo'ldi. Ha, qanday o'yinmi? Yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Qanday bo'ladi da? Ish tushirib ketgan kalligim uchun to'xtadi. Siz ish surib ketgan kala qolganmi yo boshqa ish qolganmi? Shu vaqt ish tushirib ketganga olgan. Lekin bu ish surib ketadiganqa bek foyda qilib ketmaydi. Endi ma oshqozonni yaxshilaydi. Yem jiqib olib ish tushirib ketgan. Ha, yem jiqiyotganiki ig'ir kelganiki suryotida uning. Yemni sal azaytdan. Kalni 1 kun semirtib qo'yganmaydi. 100 kun semirtgan bo'ldi. 100 kun semirtimiz kalni nima? 100 kun semirmaydi. Ya semiraydi. Maxsus bir semiradigan bosqichi bor. Semiradigan bosqichga bakalni 5 kun 6 kunda qaplab berib semirtanmaymiz. 100 kunni nishon qilamiz eng az bo'lgan chaqda. Xo'sh, endi shu olgan yem qashaklarning hammasini badanga singdirish uchun, tezlikni o'tib ketmaslik uchun beramiz mana. Mana siz ishlatgan chaqda nechilik aralashtirdingiz? 15 ta kalva 5 kun bagin. 5 kun baganman 15 ta kalig'ima. Mushuni bijdondan sug'orlashtiramiz. Shu suvda alab etimiz, shu suvda sug'uramiz. Tezlikda yem o'tib ketmaydi. Yemni jiqib olib ish surayotgan bo'lsa, sumaydigan bo'ldi. Yemdan bo'lgan ishdan hamda. Lekin hamda yemni jiqib olib ish suraverib, yollig'lab qolgan bo'lsa, mal doktorning ishijma va tezlikdan yem o'tib ketadigan masalani hal qiladi. Hal qilinmay qolib qolsa, quruq botilgan akab bersiz bizga, pulingizni qaytarib beramiz. Nima uchun bunda deyalaymiz desek, mana ichida xo'jun, yana hayot narsadan liangchangiga 200 milliard foydali bakteriya mana ichida saq bor. Shunga mishda deyalaymiz mana. Mana mening ko'nglim. Sizda necha kalva? 3 kalva 60 qo'yib. 3 kalva 60 qo'yib. Nima oldingiz? Aşqazon go'kiri. Burun berib baqqanmi? Yo'q. Yemimizni bergan yoqqa paqlaniki, ma yeyishga, o'zgarishga, ma yaxshi bo'lgan yoqqa mushuni berib paqlay deb keldik qishimiz. Xo'sh. Mana 1 tonna sug'orlashtiramiz. Meningki har grammda meyiki langiyi. Mening og'izda bir mikroskop qilmada qarsak nurg'un xo'jun deydi, yana hayotlik bakteriya, foydali bakteriya midrab turdi. Mushuni suyga aralashtiriblam, shu suvda alab etimiz, shu suv sug'urib bersak, yemning kamimiz badanga singadi. Mush bet bersak ham bo'ldi. Va yilga paqlarni oziq temtirsak bo'ladimi? Bo'laverdi. Oziq temtish uchun mush bir og'izda bir temtirdan ruxsat. Faqat yemayotgan bo'lsa bir 10 gram, 20 gram o'pchirish bo'ldi. Kunda 2 qitimdan kesak bo'ldi. Mava ichidagi tiz ichib, tiz azim qildirib qoldi. Agar bek ig'ir bo'lsa doktor chaqiraman. Bo'ldi. Lekin ha zavodning ko'ngli, Kamal apandimning ko'ngli. Bo'ldi, rahmat. Ishlar o'ngishli bo'lsin hamsa. Qalingizda shu qo'yingiz necha ming bo'lib ketsin. Bo'ldi, rahmat.